Assalomu alaykum. Qadrli do'stlar, aziz obunachilar. Bugun meni kashfiyatim yo'q, tuzuk jonim o'lganiga. Otimda tirik qoldi bu. Shuning uchun oldingi safar kreativdan chiqamiz. Tak. Voy, reklama bo'lib qoldi, mayli chiqsa yo'q. Biz o'rmondamiz. Oho, yaxshi joyda paydo bo'libmiz, lekin qishloq bor joy bu yer. Bu yer mana shunaqa daraxtlar yonida qishloq bo'ladi. Hamma biladi bu crafting master deb. Nimaga sen Herobrine chaqirmayapsan? Herobrine modni qo'shmayapsan deysa, men Herobrine modni qo'shishni ham bilmayman. Tak. Herobrine modni qo'shishga harakat qilib ko'raman bolalar. Harakat qilmasam ham baribir sizlar uchun 14 ta obunachi beribsizlar. Sizlarga juda katta rahmat. Juda katta rahmat. Chunki siz obunachini 100 mingtaga ko'proq qilasizda. 14 ta obunachi bo'ldi. Sizlarga bugunda 14 ta obunachi. Nima bu? Seni termayman chunki sen yomonsan. Taketu. Yarangina yaxshiroq. Otim ko'ngga tushamizmi? Yo'q, tushmaymiz. Hozir lekin tuzuk o'lganiga men o'shani eslamay. Nima? Bu qanaqa ovoz? Herobrine bot qo'shilmagan bunga. Kecha eshitganingiz bo'lsa, kecha Herobrine ovozi keldi. Bugun ham Herobrine ovozi. Yo'q. Men bunga chidab qarab tura olmayman. Herobrine bor bo'lsa chiqsin o'zi erkak bo'lib. Herobrine bilan 100% urushamiz. O'yinni ham o'chirib yuborsang mayli. Tak. Nimaga sen olmosda ko'lyapsan deyishingiz mumkin. Chunki men monolarim mayli. Reklama bo'lsa ham u oson reklama bo'lyapti. Qotmayapti. Ko'rdingizlarmi? Umuman qotmayapti. Kecha ham meni xursand qildi qotmay. Lekin Tutikni o'ldirgani uni skeletlar basharasini yoraman endi bugun kezi. Qishloq topishim kerak. Voy! Otimni joni ketdi endi. Otim senga jon beraman. Beraman vaqt olay. Bo'ldi. Endi men olovga qarshi damlamam bor desam ham, tabi olovga qarshi olmam bor. Sehrlangan oltin olmam bor. Giper darajada sekin olmayapti. Wow, yarashdi. Bu yarashmagan, oltin yarashadi. Küçük bozuldu, küçük. Küçük mü? Küçük bok bolaman. Suya gümem bor. Gel küçükcan. Küçük. Bozuldu küçükcan. Yana baktım küçük. Men küçükte baktım. Yaxşı endi men küçükcan bor. Kettu. Kimdi küçüğü? Kettu men küçükcan. O'zimni ko'zchalardim. Nizaga borgandek. Küçükcan sen ham borasan Nizaga endi. Bormaysan? Mayli borma. Chunki seni yo'qotib qo'ysam yana o'zimni kechira olmayman. Biz uy qurishimiz kerak. Uy qurish uchun biz oltindan qilamiz va bundan qilamiz. Biz kreativga o'tib olamiz. Kreativ shu survivaldan chiqib kreativga o'tib olamiz. Survivaldan chiqish kerak.
Bo'ldi, men oltinni uy qo'yaman. Quraman. Chunki hech kim indamaydi oltinni uy qursam. Ya'ni skeletlar ham indamay. Rahmi kelib ketay, ya'ni havas qiladi meni uyimga. Oltindan bo'ladi. Umuman derazasi yo'q. Fakel qo'yamiz. Tak. Tak. Mayli-yu. Hech qisi yo'q. Reklama bo'lsa ham mayli. Chunki bu yaxshi reklama, chunki sizlarga men o'z serverim demoqchi emasman. Sizlarga men Telegram kanalimda narsa qilmoqchiman. U Telegram kanalda любой videoni ko'rishingiz mumkin. Otim qani? Kuchukcha. Otim mayli. Ota, kuchukcha, suvga tushirma, men uyimni gigantlashhtiraman. Ya'ni kim bilmaysan, Minecraftda oltinni hamma yaxshi ko'radiganlarda hamma biladi. Oltinni, ya'ni skeletlar, skeletlar meni kuchugimni o'ldirgan iflos skeletlar va keyin kim? Cho'chqalar, Nizerda cho'chqalari, ya'ni zombi cho'chqa, vahshiyroq. Ular ham oltinni yaxshi ko'radi. Shuning uchun men gigant oltinni yo'qiraman. Otim olmosdan bo'lsa ham lekin olmos eng mustahkam bloklardan biri. Niziritlik obsidianligi yo'q-da, o'shani kiygizib qo'yardim. Kuchugimga ham shunaqa kiygizib qo'ygan bo'lganda zo'r bo'lardi. Ana kuchugim menga qarab o'tiribdi. Juda katta qilaman uyimda. Voy, xato qilib qo'ydim. Davay. Otim qochib tur. Bular uyimga havas qilyapti. Chunki kuchukchani ham uyimen. Bu sovqotmasligi uchun men unga uyda zo'rini quramiz. Keyin Herobrine ham chaqirib ko'rdik o'tgan qismda. Bu 43-qism. Hech qachon siz nima yuzingizni ko'rsatmaysiz deganlar uchun yuzimni ko'rsatsam yo'q. Ko'rsata olmayman. Nimaga desangiz, men obunachi 100 mingta bo'lganda yuzimni o'zim ko'rsataman. Ya'ni 100 mingta bo'lganimizda, agar 100 mingta bo'lmasak, yuzimni umuman ko'rsatmayman. Kuchukcha qochib tur. Bo'ldi. Ana bo'ldi. Uyim juda chiroyli. Oltin bloklardan. Sakra uchi. Tak, bu blok qo'yilib ketibdi. Tak, videolar zo'r ketadi bizda. Obunachi 14 ta bo'lib ketsa bo'lam. Bugundan hamma obuna bo'lib ketdi. Rahmat obuna uchun. Endi like ham bosib qo'yamiz. Kechqurun. Jangga olg'a. Otim bilan emas. Endi kuchugim bilan bir yoqqa kelinglar. Yaxshi kuchukcham. Ya'ni biz nima qilamiz? Uxlab olamiz. Kravatim bormi o'zi? Yo'q ekan. Meni bor kravatim. Uxladim men. To'yibjon o'lib qolma, xo'pmi?
O'zimni ustadim. O'lib qolma desam o'lmaydi. Tak, kreativdan chiqamiz. Tak. Oho, yaxshi. Lekin kim qo'ydi uni? Lekin menga oltin blok kerak hozir. Ustini men bunday qilmayman. Ustini yop-yorug' bo'lishi uchun reklama. Mayli. Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Tak. Ustlarni chiroyli bo'lishi uchun ham. Chunki bizdagi oltindan yarashadi bular ham. Bizga nima kerak bo'lsa o'shalarni olamiz. Hozircha mana shu uchalasi kerak emas. Keyin menga jihozlar kerak. Sizga mana shu. Keyin esa oltin kerak. Oltin bilan nima bo'ladi? Oltinsiz hech qanaqa bo'lmaydi. Tak. Eshik. Lekin oltin yo'qolib qoldi. Mayli, chiqsa yo'q. Wow, uy zo'r chiqibdi. 10 ballik sistemada nechta baho berishingiz mumkin? 100 balldan 10 balldan 100 ballgacha. Kommentga yozib qo'yinglar. Ana. Hanarga ham qo'yamiz. Tak, buni qo'yamiz. Ha, kimni ko'rdi u? Vovulyapti. Nima? Kimni ko'rding? Kimni ko'rding? Kuchugim. Kimni ko'rding? Herobrindimi? Yo, bunga Herobrin mod qo'shilganmi? Boya yo'qkan. Voy, Herobrin biz bilan menimcha. Kuchugim. Kuchugim. Bu yoqqa kel. Seni bu yoqqa kel. Buni tagini olmosdan qilamiz albatta. Olmos blok zo'r. Olmos blok zo'r. Bolalar, video shu yerda tugatamiz. Sog' bo'ling.